Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'du. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem qarindoshlar, anglayotganinglar Muhammad ibn Sulayman Mag'ribiyning Jam'ul Fawaid min Jamil Usul ve Majmu'uz Zawaid nomli kitobining 5-tomi. Biz jazo ijro qilish bo'limida ketib boramiz, kelgan davomlashtiramiz. O'rning, qulning, majburlangan kishining va sarangning qilgan zinosining jazosi. Şübhi bilen kılıngan zina bilen mehrem bilen kılıngan zinanın cezası. Tirmizi'nin rivayetinde Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu mundaqdaydı. Toy qılıp bolgandan keyin zina qılganlarni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rejim qılgan, yani çalım kesak qılıp öldürgen. Abu Bekr rejim qılgan. Men rejim qildim. Allohning kitobiga biror narsani qetib qo'yishdan qo'rqmagan bo'lsam, rejim qilish masalasini yozib qo'ygan bo'lardim. Chunki men keyin bir qism kishilarning Qur'ondan rejim haqidagi hukmni topolmay, rejimni inkor qilishidan ansirayman. İmam Malikning rivoyatida Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaqdaydi. Men Ömer ibn Hattab radhiyallohu anhuning mundaq deganligini anglagan edim. To'y qilgan er yoki to'y qilgan ayol zina qilsa, zina qilganligi guvohchi yoki qo'rsoq ko'tarish va yoki o'zining e'tirof qilishi orqali isbotlansa, Allohning kitobida ularni rejim qilish haqdir. Bu hadis Sahih Buxoriy va Sahih Muslim qatorli kitoblarda rivoyat qilingan bo'lib, Ömer radhiyallohu anhuning Allohning kitobida rejim qilish haqdir degan so'zini ikki xil usulda tushunishga bo'ldi. Biri, Qur'onda rejim qilish haqida oyat bor. Buxoriydagi rivoyatlarga asosan bu oyatning lafzini tilovat qilish amaldan qoldirilgan bo'lsa-mu, hukmi amaldan qolmagan. Shuning uchun Allohning kitobida bor demoqchi. Yana biri, fahish qilgan ayollar haqidagi oyatda Alloh ularga bir chiqish yo'l berganga qadar ularni o'yib tutinglar degan oyat rejim masalasini o'ziga olgan demoqchi. Chunki Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu oyatni tafsir qilib, Alloh ularga chiqish yo'li ato qildi. To'y qilganlarni rejim qilish, to'y qilmaganlarni 100 dar urish va 1 yil palash degan bo'lib, Muslimda rivoyat qilingan bu hadis orqali bu oyatdan rejim qilish va 100 dar urishning maqsad qilinganligini izohlab bergan. Abu Davudning rivoyatida İbn Abbas radhiyallohu anhuma mundaqdaydi. Alloh taolo ayollaringlardan fahish qilganlarni isbotlash uchun oranglardan 4 guvoh keltiringlar. Agar ular guvohlik bersa, ya'ni ular guvohlik berib ayolning jinoyatini isbotlasa, toki ayollaringlar vafot bo'lganga yoki Alloh ularga bir chiqish yo'li berganga qadar ularni o'y tutinglar degan oyatdan keyin er kishini zikr qilib, oranglarda 2 kishi, ya'ni er bilan ayol fahish qilsa, ularni ayblanglar. Agar ular tavba qilib tuzalsa, ularni kechiringlar degan oyat nozil qildi. Keyin bu oyatlarning hukmini zina qilguvchi ayol va zina qilguvchi erning har birini 100 daradan uringlar degan oyat bilan amaldan qoldirdi. Muslimning rivoyatida Ubada ibn Samit radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Mendan o'ginib olinglar. Alloh fahish qilgan ayollarga chiqish yo'li ato qildi. O'ylanmagan er bilan yatliq bo'lmagan ayol zina qilsa, ikkisi 100 dara urilib 1 yil palanadi. O'ylik er bilan yatliq ayol zina qilsa, har ikkisi 100 dara uriladi va rejim qilinadi." Tirmizining rivoyatida Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'ylanmaganlarning ichidan zina qilganlarga dara urgan va palagan. Abu Bakr radhiyallohu anhu va Umar radhiyallohu anhu ham shunday qilgan. Muslimning rivoyatida Abu Said radhiyallohu anhu mundaq deydi: Aslam qabilasidan Maiz ibn Malik ismli biri Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga kelib, "Men zina qildim, men zinaning jazosini ijro qilgan" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni bir qancha qatim qaytarib o'tdi. Ondan uning qavmidan u odamni surishtirdi. U aslida nachar odam emas edi, biroq u o'tkazgan gunohning jazosini tortmoqchi, bu gunohdan pok bo'la olmayman deb qaraydi ekan dedi. U Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga yana keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizni uni rajm chalma kesak qilishga buyurdi. Biz uni Baqiul G'arqat degan joyga olib chiqdik. Uni bog'labmi qo'ymadik, o'rimi ko'lamadik va shu peti turg'iziblar so'ng chalma kesak qatorliq narsalarni atqila boshladik. U og'riq qichilmay qochdi. Bizmi kayindan yugurdik. U yugurib berib, Harra degan joyning bir tarafida to'xtab, bizga tik turib berdi. Shuning bilan biz uni Harraning cho'ng tashlari bilan toki nafs to'xtag'icha urdik. Shu kuni kechda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'rnidan turib kishilarga so'z qilib, "Biz har qatim Alloh yo'lida g'azot atlanib chiqib ketsanglar, ortilg'ili
kishi o'chga izlab yurgan tikidek timsiqlab yuradigan birisi sapdan ayrilib qilib, bizning xotin bolalarimizni timsiqlab yuramdi. Buningdan keyin shunday qiladigan birarsini yo'liqtirib qolsam, uni boshliqqa ibrat bo'lg'idek jazolash haqida o'z-o'zingga va'da beraman dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Moizga mag'firat tilab qilib duo qilmadi, uni ham tillamadi. Müslimning rivoyatida Burayda radhiyallohu anhudan bunaq rivoyat qilinadi. 4-kuni yana kelgan edi, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Moiz uchun o'rik olib, ondan rajm qilishga buyruq qildi. Bu voqeadan keyin G'amir qabilasiga bir ayol kelib, "Ey Rasululloh, men zina qildim. Meni bu gunohdan paklab qo'ysang" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u ayolning gapini tingishmay qaytarib o'tdi. Ertasi u ayol yana kelib, "Ey Rasululloh, meni nima uchun qaytarib o'tsan? Qaraganda meni xuddi Moizni uning so'zini e'tibor qilmay qaytarib o'tganda qaytarib o'tganda qilasan. Allohning nomidan qasamki, men zinodan nomildor" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qaytib ketishga unimsang, balangni tug'ib bo'lmoqchi bo'lsam ketib turgan dedi. U ayol tuqqandan keyin bolasini yo'gab elib keldi va "Mana bala, men tug'ib bo'ldim" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam balani sutdan ayrilg'ich emitgan dedi. Bala sutdan ayrilgandan keyin yana keldi. Balaning qo'lida bir parcha non turardi. "Ey Rasululloh, balani sutdan ayirdim, tamoq yeyolgidek bo'ldi" dedi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning balasini musulmonlardan birisiga berib, u ayolning ko'ksiga kelgidek o'rik olashga buyurdi. O'rik olangandan keyin kishilarni u ayolni chalib kesak qilishga buyurdi. Kishilar uni chalib kesak qildi. Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu bir tal tosh elib kelib, uning beshiga atgan edi. Beshidan chiqqan qon Xolidning yuziga chashlab chiqdi. Xolid o ayolni haqoratladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buni anglab, "Ey Xolid, to'xta. Nafsim ilkida bo'lgan Allohning nomi bilan qasamki, bu ayol shunday bir tavba qildiki, buning tavbasini kishilarning mol-mulkini qaqsoq qilgan, bajgir qilgan bo'lsa-mu, gunohi mag'firat qilinadi" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning namozini tushirdi. Ondan ayolning jasadi dafn qilindi. Yana bir rivoyatda mundaq deyilgan: Jamoat Moizning oqibati haqida ikkiga bo'lindi. Bir qismi Moiz halok bo'lib ketdi, uni gunohlar besib ketdi desa, yana bir qismi Moizning tavbasidan afzal tavba yo'q, chunki u qo'lini payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qo'liga qo'yib turib, "Ey Rasululloh, meni tosh bilan urib o'ltirgan" degan tursa deydi. Ular 2-3 kungacha mushundaq talash-tartish qilib o'tdi. Bir kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ular o'ltirgan yerga kelib salom qildi va ular bilan o'ltirgandan keyin Moiz ibn Malikqa Allohdan mag'firat tilanglar dedi. Ular "Alloh Moiz ibn Malikning gunohini mag'firat qilgay, amin" deyishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Moiz shundaq bir tavba qildiki, uning qilgan tavbasi bir ummatga taqsim qilinsa, shularning hammasining gunohini mag'firat qilishga yetadi dedi. Keyin Azd qabilasining G'amid aymiqidan bir ayol kelib, "Ey Rasululloh, meni gunohimdan paklab qo'ygan" dedi. Davomi yuqorqi hadisga o'xshash. Keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga "Av balan tuqqan, ondan char ko'ramiz" dedi. Ansarlardan birisi u ayolning turmushidan tug'utqicha xabar oldi. Tug'utdan keyin u kelib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga xabar yetkazdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundaqmi uni rajm qilmaymiz, chunki balasini imtidgan odam yo'q. Uni rajm qilib kichik balani egichaqsiz tashlab qo'ysak bo'lmaydi dedi. Ansarlardan biri o'rnidan turib, "Ey Rasululloh, uning balasini men boqay" degandan keyin ayol rajm qilindi. Abu Davudning rivoyatida Yazid ibn Nuaym ibn Azzal dadasining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Moiz ibn Malik dadam Azzalning himoyasiga bir yetim bola bo'lib, u mahalladagi bir didak qizga chaqilib qo'ydi. Dadam uningga bo'lgan ahvolni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga yetkazgan. U senga mag'firat tilab duo qilsa ajib emas dedi. Dadam uningga bir chiqish yo'li tepib qolarmikin degan umid shunaq degan edi. Shuning bilan u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga berib, "Ey Rasululloh, men zina qildim. Allohning kitobi bo'yicha menga jazo ijro qilgan" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningda yuz o'rib bosh taraf qarab oldi. U so'zini 2 va 3 qitim aynan takrorladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam har qitimda uningni yuzi o'rib bosh taraf qarab oldi. 4-chi qitim takrorlagandan keyin payg'ambar alayhissalom, "Sen bu so'zni 4 qitim aytding. Kim bilan zina qilding?" deb so'radi. "Falon ayol bilan, uning bilan birga yotdingmi?" "Ha." "Uning bilan jinsiy munosabat o'tkazdingmi?" "Ha."
Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningdan ahvolni tafsili so'rgandan keyin uni chalm-kesak qilishga buyurdi. Shuning bilan jamoat uni sayliqqa olib chiqib, chalm-kesak qilishga boshladi. U toshlarning zarbasidan og'riq silmay qochdi. Boshqalar uni qo'g'lab yetolmadi. Oxiri Abdullah ibn Unays radhiyallohu anhu uningga yetishib olib, tugining oyoq so'nki bilan urib o'ltirib etdi. Ondan kelib bo'lgan voqeani payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga so'zlab bergan edi. Payg'ambar alayhissalom "Kashki qo'yib bergan bo'lsanglar-chi, u tavba qilgan bo'lsa, balkim Alloh tavbasini qabul qiladi" dedi. Muslimning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Maiz ibn Malikqa "Sening haqqingda ba'zi gaplarni angladim, bu to'g'rimi?" deb so'ragan edi. Maiz "Mening haqqimda qanday gap anglading?" dedi. Payg'ambar alayhissalom "Palayn ayolning dedikiga chaqilganligini angladim" dedi. Maiz "To'g'ri" dedi va o'zining zina qilganligini iqror qildi. Payg'ambar alayhissalom uni qaytarib etdi, lekin u ching turib olib 4-chi qatim iqror qilgandan keyin ondan uni rajm qilishga buyurdi va oradan uzun o'tmay rajm qilindi. Tirmizining rivoyatida Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni rajm qilishga buyurdi. Kishilar buyruqni namozgohda ijro qildi. U toshning zarbasidan qochdi. Kishilar kaynidan qo'lab berib, uni toki o'lgicha chalm-kesak qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning haqida yaxshi gap qildi, ammo namozini tushirmadi. Yana bir rivoyatda Jabir ibn Abdullahning mundaq deganligini naql qilingan. "Ey qarindishim, men bu hadisni boshqalardan obdaroq bilaman, chunki men uni chalm-kesak qilgan kishilarning biriman. Biz uni elib chiqib chalm-kesak qilishga boshladik. U toshning zarbasiga paylamay bizga: 'Ey jamoat, meni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yana qaytaringlar. Meni qavmim o'ltirdi. Ular meni aldabdi. Ular menga payg'ambar alayhi vasallam seni o'ltirmaydi degan edi' deb to'g'riltirdi. Biroq biz uni o'ltirganga qadar to'xtamadik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yana qaytib berib bo'lgan voqeani deb bergan edik. Payg'ambar alayhissalom uni mening yanimga elib kelgan bo'lsanglar-chi" dedi. Payg'ambar alayhissalomning bunday deyishi uning degan so'zlarini aniqlash uchun bo'lib, hargizmi uning ichi og'ritib berilgan jazoni amaldan qoldirish uchun emas edi. Abu Davudning rivoyatida Xolid ibn Lajlaj dadasi Lajlajning mundaq deganligini rivoyat qiladi. "Men bozorda o'ldirib ishlayotdim. Bir ayol bir buvoqni ko'targan paytda bozorda o'tdi. Xalq o'rinlaridan turib uning orqasidan minishdi. Men shular bilan birga mangdim. Men yetib borganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u ayoldan bu buvoqning dadasi kim deb so'rab o'tirgan ekan. U ayol javob bermadi. Ayolning o'rnida turgan bir yigit: "Ey Rasululloh, uning dadasi men" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ayoldan yana "Bu buvoqning dadasi kim?" deb so'radi. Yigit yana: "Ey Rasululloh, uning dadasi men" dedi. Payg'ambar alayhissalom atrofda turganlar savol nazar bilan qaragan edi. Ular: "Bizning bilishimizcha bu yaxshi odam edi" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u yigitdan "Sen o'ylanganmi?" deb so'ragan edi. U "Ha" dedi. Payg'ambar alayhissalom uni chalm-kesak qilishga buyurdi va buyruqi ijro qilindi. Ravi uning chalm-kesak qilinish jarayonini tasvirlab mundaq deydi: "Biz uni elib chiqib avval o'rik oldik, ondan uni o'riq tushirib toki o'lgich atdik. U o'lgandan keyin bir odam uni so'rab keldi. Biz u odamni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga olib berib, bu odam mayliqi nejisini izlab kelibdi degan edik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni nejis demanglar, uning xushida Allohning dargohida ifarning ididan kuchlidir" dedi. Aslida u odam shu yigitning dadasi ekan. Biz uning bolasini yuyish, kipallash va dafn qilish ishlariga yordamlashdik. Imom Buxoriyning rivoyatida Abu Hurayra va Zayd ibn Xolid radhiyallohu anhumalar mundaq deydi: "Biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yanida turatdik. Biraylan o'rnidan turib, Allohning nomi bilan senda o'tnib qolayki, bizning aramizda Allohning kitobi bilan hukm qilib qo'ygan" dedi. Uningdan aniqroq kelgan raqibi o'rnidan turib, "Bizning aramizda Allohning kitobi bilan hukm qilib qo'ygan, hukm qilishdan avval ruxsat qilsang, 2 og'iz so'z qilmoqchiman" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning ruxsat bergandan keyin u so'zlab mundaq dedi: "Mening o'g'lim buning yanında ishlaydi. O'g'lim buning ayoli bilan zina qilib qo'yibdi. Shuning bilan men buningga 100 so'yoq qo'y bilan bir xizmatchi berib, o'g'limni qutuldirib oldim." Keyin olimlardan so'rasam, ular o'g'lingni 100 darra urib 1 yil palash kerak. Buning ayolini bo'lsa chalm-kesak qilish kerak dedi. Buni olgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Jinim ilkid bo'lgan Allohning nomi bilan qasam qilamanki, men sizlarning oranglarda Allohning kitobi bilan hukm qilaman. 100 tuyoq qo'y bilan xizmatchi san qaytirilish kerak. Sening o'g'lingni 100 darra urib 1 yil palash kerak. Ey Unays, sen buning ayolining yeniga borgan. U ayol zina qilganligini e'tirof qilsa, uni chalm-kesak qil" dedi. Unays radhiyallohu anhu u ayolning yeniga berib so'ragan edi. Ayol zina qilganligini e'tirof qildi. Shuning bilan Unays uni chalm-kesak qildi.
İmam Malik'e yetişçe Osman ibn Affan radıyallahu anhu'nun aldığı korsak götürüp 6 ayda tuqqan bir ayol keltirildi. Osman radıyallahu anhu onu rejim qilishga buyurdi. Ammo Ali radıyallahu anhu uni rejim qilish bo'lmaydi. Chunki Alloh Qur'onda uningga qorsoq ko'tirish muddati va uni sutdan ayirish muddati 30 oydir deydi. Ya'ni yana bir oyatda analar balalarini emitish muddatida to'liq emekmoqchi bo'lsa, to'liq 2 yil emitish lozim deydi. Buning asosan qorsoq ko'tirish muddati 6 oymi bo'ladi. Shunga bu ayolni rejim qilish bo'lmaydi dedi. Shuning bilan Osman radıyallahu anhu u ayolning keyindan odam evatdi. Lekin evatgan odamni berib bo'lguncha u ayol rejim qilinib bo'lgan ekan. Abu Davud'un rivayetinde Sahl ibn Said radıyallahu anhu'dan mundaq rivayet qılındı. Bir kishi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemge özünün bir ayol bilan zina qilganligini e'tirof qildi va u ayolning ismini deb berdi. Peygamber aleyhisselam u ayolga odam avatib, u odam bilan zina qilgan qilmaganligini so'ragan edi. U ayol o'zining zina qilganligini inkor qildi. Shuning bilan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem u odamga darra urdi, lekin u ayolga chiqilmadi. İmam Buxariyning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Dedak zina qilsa va zina qilganlik fakt bilan isbotlansa, xo'jayini uningga darra ursin, ammo qayimisin. Agar yana zina qilsa, yana darra ursin, qayimisin. 3-chi qatim yana zina qilsa, undaq dedakni bir tal qil arg'amchig'i bo'lsa-mu, setivessin." Abu Davud'un rivayetinde Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundak degan: "Kimning dediki zina qilsa, uningga zinaning shariatda belgilangan jazosini ijro qilsin, ammo uni ayblamasin. Qayta 3 qatim zina qilsa, har qatimda uni ayblamasdan zinaning jazosini ijro qilsin. 4-chi qatim yana zina qilsa, uni darra urib bir tal qil arg'amchig'i bo'lsa-mu, tegishiversin." İmam Ahmedning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bunday degan: "Kimning dediki zina qilsa va uning zina qilganligi fakt bilan isbotlansa, xo'jayini uning zinaning jazosini ijro qilib 100 darra ursin, ammo qayimisin. Agar yana zina qilsa, yana darra ursin, qayimisin. 3-chi qatim yana zina qilsa va zina qilganligi fakt bilan isbotlansa, undaq dedakni bir til qil arg'amchig'i bo'lsa-mu, tegishiversin." Abu Davud'un rivayetinde Ali radıyallahu anhu'dan mundaq rivayet qılındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ailesiga tava bir dedak zina qilgan ekan. Peygamber aleyhisselam: "Ey Ali, sen berib uningga zinaning jazosini ijro qilib kel" dedi. Men barsam u dedakning nifosqini to'xtamagan ekan. Shuning bilan qaytib kelsam Peygamber aleyhisselam ijro qilib bo'ldingmi deb so'radi. Men u tehi nifosini saqaymabdi dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: "Undaqda nifosini saqlagan va saqaygandan keyin jazoni ijro qilgan qullaringlar jinoyat o'tkazsa, ularning jazosini sizlar ijro qilinglar" dedi. Yana bir rivoyatda u ayol tug'ib bo'lg'ich urmagan degan. İmam Malik'ning rivoyatida Abdullah ibn Ayyash ibn Abu Rabi'a Mahsumi mundaq deydi: "Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu meni Quraysh qabilasiga bir to'p yoshlar bilan birga xalifalikka oid dedaklardan zina qilganlarga zinaning jazosini ijro qilishga buyurdi. Biz ularning har biriga 50 dan darra urdik." Rezinning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'ylanmaganlarga berilgan zinaning, tuhmatning va aroq ishning jazosi qatorliq belgili bo'ladigan jazolarda qulga o'rga berilgan jazoning yerim beriladi deb hukm qilgan. Buxoriy muallaq rivoyat qilgan hadisda Safiya binti Abu Ubayd mundaq deydi: "Xalifalikka tava qullardan biri o'ljidan davlat xazinasiga ayrilgan 5 dan 1 qismi qatordagi kichik bir dedakni tutib olib, majburiy bosqinchilik qilib qizligini buzatgan edi. Umar radhiyallohu anhu uningga zinaning jazosini ijro qilib bo'lib palavatdi. Dedak majburlanganlik uchun uni jazolamadi." Abu Davud'un rivayetinde İbn Abbas radhiyallohu anhu'dan mundaq rivoyat qilindi: "Umar radhiyallohu anhu'ning yoniga zina qilgan bir sarang ayol elib kelindi.
Ömer radhiyallohu anhu atrofdagilardan bu ayol haqida maslahat olgandan keyin uni rajm qilishga buyurdi. Uni rajm qilish uchun ilib manganda Ali radhiyallohu anhu uchrab bu ayolning jinoyati nima deb so'radi. Yandagilar bu palonning saran qizi zina qilgan ekan, Hazrat Ömer rajm qilishga buyurdi deb javob berishdi. Ali radhiyallohu anhu uni qaytaringlar dedi va Ömer radhiyallohu anhuning yoniga kelib, "Ey mo'minlarning amiri, sen sarangning saqayg'icha, uxlayotgan kishining uyg'ongicha, kichik bolaning aqlini topqicha, orliqlik qilgan atkanlarning yezilmaydiganligini bilmamsan?" deb so'radi. Ömer radhiyallohu anhu bilaman dedi. Ali radhiyallohu anhu undaqda bu ayol nimaga asosan rajm qilinadi dedi. Ömer radhiyallohu anhu boshqa bir asosimiz yo'q dedi. Ali radhiyallohu anhu undaqda uni qo'yib dedi. Ömer radhiyallohu anhu uni qo'yg'izibdi. Ondan Allohu akbar deb takbir aytqildi boshladi. Tirmizining rivoyatida Ali radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bunday degan: "Uxlayotgan kishining uyg'ongicha, kichik bolaning balog'at kelguncha, sarangning saqayg'icha bo'lgan arliqda qilgan erkanlari yezilmaydi." Abu Davudning rivoyatida Abu Umama ibn Sahl ibn Unayf bir sahaba ansariydan bunday rivoyat qildi. Bizdan biraylan qattiq og'rib qolib, bir teri bir ustixon bo'lib qolgan edi. Bir kuni uning yoniga birisining dedik kiribdi. Didakni ko'rib, uning avsi qo'zg'alibdi-da, o'zini tutolmay uning bilan zina qilibdi. Bir top kishi uni yo'qlig'iga kirganda ahvolni ularga aytib, "Men yanimga kirgan bir dedak bilan zina qilib saldim. Menga payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan fatvo so'rab beqinglar" debdi. Ular payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga ahvolni bayon qilib, biz uningdan og'rib baqqan birini hech ko'rib uningdek og'rib baqqan birini hech ko'rib baqmagan edik. Uni yanıga ko'tarib kelaylik desak, ustixonlarning cho'g'ilib ketishini ansirdik. Chunki u bir teri bir ustixon bo'lib qoldi deydi. Buni olgan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularni chiviqdan yuzini olib, uni shuning bilan bir qatimli urushga buyurdi. Nasaining rivoyatida yuqorqi o'xshash mazmunda hadis rivoyat qilingan bo'lib, uning rivoyatida yerim palach bir odamning zina qilganligi zikr qilingan va payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni xurmining sepi bilan urgan va u odam palach bo'lganligi uchun rahim qilib jazoni yengillatgan deb kelgan. Buxoriy mualliq rivoyat qilgan hadisda Muhammad ibn Hamza ibn Amr Aslami dadasi Hamzadan mundaq rivoyat qiladi. Ömer radhiyallohu anhu meni zakat yig'ishga avatdi. Zakat yig'ishga borgan yerda birisining ayolining detki bilan jima qilganligini angladim va uningdan to'liq ma'lumot olib, Ömer radhiyallohu anhuning yanına qaytdim. Aslida Ömer radhiyallohu anhu o'taq o'ylanmagan vaqtda 100 darra urib bo'shini tugatgan edi. U odam o'zining zina qilganligini aytganlarning so'zini tasdiqlaydi. Ömer radhiyallohu anhu uni nadallar qatoriga chiqardi va çalım-kesak qilmadi. Abu Davudning rivoyatida Bara ibn Azib radhiyallohu anhu rivoyat rivoyat qilindi. Men yo'qolib ketgan tugunlarimni izlab aylanayotganda qo'llarida bayroq ko'tarilgan bir qancha kishi yoki bir qancha otliq kishi yetib keldi. Men payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga yaqin bo'lganligim uchun Arabiylar atrofimga o'lishib oldi. Otliqlar bir gumbazga berib, u yerdan bir kishini so'rab chiqib kallasini oldi. Men uning kimligini so'ragan edim. Kishilar uning dadasining xotiniga o'ylanib olgan biri ekanligini aytdi. Tirmizining rivoyatida Bara radhiyallohu anhu munaqtaydi. Bir kuni onamning aksi Abu Burda ibn Niyar radhiyallohu anhu qo'lida bayroq ko'tarilgan paytda men turgan yerni o'tib qoldi. Men uningdan "Nagmangdan?" deb so'ragan edim. U payg'ambar sallallohu alayhi va sallam meni dadasining ayoliga o'ylanib olgan birining kallasini olib kelishga avatdi dedi. Nasaidagi yana bir rivoyatda onamning aksi degan iboraning o'rniga tag'am degan ibora qo'llangan bo'lib, bu rivoyat yana kallasini chepib pul bilan olib kelishga avatdi dedi deb bayon qilingan. Razinning rivoyatida Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bunday degan: "Mahrimi bilan jinsiy munosabat o'tkazgan yoki mahrimiga uylanganlarni o'ltiringlar." Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bunday degan: "Birini urmoqchi bo'lsanglar, yuziga urishdan saqlaninglar." Buxoriy va Muslimdagi rivoyatda bunday kelgan: "Biringlar qirnishi bilan urushib qolsa, yuziga urmasin." Buxoriyning rivoyatida Amr ibn Maymun radhiyallohu anhu bunday deydi: "Jahiliyat davrida bir top maymunning bir yerga to'plashib olib, zina qilgan bir kishi maymunni chalm-kesak qilayotganligini ko'rgan edim va ularga qo'shilib tosh etishib bergan edim." Vassalam.